Dada, men kasal bo'lib qoldim. Qo'rqinchlik kasallik emas, suv chechak bo'libsiz. O't o'lan bo'lib qoldimmi? Yo'q, shunaqa kasallik bor. Faqat bu yuqumli. Odamlar sizdan qochadi, lekin bundan xafa bo'lmang. Qochadimi? Faqat shu idishda ichasan, tushundingmi? Meni narsalarimga tegma, yuqishi mumkin. Kuchugimizni idish ham yaxshi-ku bundan. Aka, men bu qancha? Hozir. Sen kasal bo'lgansan-ku. Nomi nima edi? Moy chechak. Yo'q, bu suv chechak, aniq. Yuqumli kasallik-ku, chiq. Hech narsaga tegma. Bor. Dada, Yuqadi. mendan jirkanyapsizmi? Ha. 3 yil mobaynida mingdan ortiq odamlarni Yevropaga ishlashga jo'natgan kompaniya. Eng asosiysi qonuniy Prime Visa. Yevropada xohlasangiz o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz ishlasangiz bo'ladi. Bu qalamimmi? Yo'q, meni o'g'lim bu. O'zingiz bu qalamin. Siz chigirtkasi tushundingizmi? Men uydan chiqding, chiqma degandim-ku senga. Zerikib ketdim. Uyda TikTok olaverib. Bor uyga kir. Bu qalamin yaxshi hayvonmi? Правый, хотя Криштиану двуногий футболист, он может и справа, и слева. Ay, og'riydi-ku. Ay. Dada, bu yoqqa nega keldik? 60 marta aytdim, amakining uyiga mehmonga kelganmiz. Uyda aytgan gaplarim esingdami? Qishloqqa mehmonga borganingda moltaga bormaysan, dasturxonga yopishmaysan. Esimdan chiqib ketdi. Shuni bilib uyda yozib kelganman. Uyda qolsam bo'lar ekan. Amaki! Jiya. Amaki! Hojatxona qayerda? Mehmonlar kelib zo'ra chiqibdilar, olinglar. Olaylikmi? Tushundim, 3-qoida. Qanaqa qoida? Anu huquqdan tayyorlanyapti. Amaki, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Bu narsalar ko'rgazmaga qo'ymagansiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, yeyish uchun qo'yilgan. Ana, ko'rgazmaga qo'yilmagan ekan. O'zi qarindoshlarning uyida mehmon. Dada, 6-qoidani buzib qo'ydim. Qanaqa qoida edi u? Molxonaga bormaysan, mollar oldiga yaqinlashmaysan. Xo'sh, O'zi men molxonaga bormoqchi emasdim. Molni sug'orish kerak ekan, keyin xo'p dedim. Mol keyin qochib ketdi. Orqasidan yugurdim. Mendan qo'rqib ariqqa sakradi. Siz ishni bilmaskan cho'kib o'ldi. yaxshi. Narsalarni yeb ketamiz. Dada, yana bir kun qolaylik. Hali Toshkentga ammangning uyiga borishimiz kerak. Ertaga taksini qayerdan topaman men? Rizoga ilovasi bor-ku, uyingizdan turib xohlagan manzilingizga olib borib qo'yadi. Ular 4 kishi olmaydi, 3 kishi oladi. Orqada ikkalamiz mazza qilib ketamiz. Narxlar oldindan kelishilgan, savdolashib o'tirmaysiz. Hamma viloyatdan Toshkentga, Toshkentdan hamma viloyatga qatnaydi ular. Boshqa xizmati ham bor. Hozir zakaz qilib qo'ysam, ertaga keladi. Zo'r ekan. Mayli, ertaga ketaveramiz. Kim nima bo'ldi? Jiyan, qo'ymoqqa beraman deb. Onangga kecha aytdim ketaylik deb. Og'riydi-ku. Shu o'g'ling zo'r bo'ladi. Katta bo'lsa, katta odam bo'lib ketadi-yo. Assalomu alaykum. Mana amrimmi? Qayerdan olding? Ko'chadan topib oldim. Uzr. Shu o'g'ling yaxshi-yu, salgina o'rvatcharoqda. Shokirni do'kondan 1 kilo tovuq go'sht olib kelma. Xo'p.
Dada, mana tovuq, mana pul. Pulni nimaga qaytarib olib kelding? Do'konchiga yordam qiluvdim, tekinga berdi. Nima hamma joying pat? Eh, a- ay, Qo'shni, tovug'im sizlarnikiga o'tib ketmadimi? Yo, ko'rmadik. Ha, uni to'yi o'tdi. Ha? dada, maktabdan DVD yutib oldim. Ish qilib o'g'irlab kelmadingmi? Maktabdan olimpiadadan yutdim. Vo, bizning o'g'ilchani qara olimpiadada yetib kelyapti. Yaxshi-yu, lekin bugun yakshanba maktab yo'q. Ha, o'nang. falon viloyatning falon tumanida Qo'shni, Gulmatvoni kimdir pensiyasini o'g'irlab ketibdi. Davlina qilib mazasi qochib o'tib qopti. Tezroq yuring. Ular agar ko'chadan topib olgandim. Men senga necha marta aytganim o'g'irlik qilmadim? Dada, boshqa qilmayman, urmang. Sen barmi o'g'irlik qilasan? Yo, rostdan boshqa qilmayman. Agar o'g'irlik qilayotgan bo'lsa, qo'lingni urib sindiraman. Qara-ya. Xo'p. Qo'shni, molim yo'qolganda sizlarni molxonalaringizdan ovoz eshitilyapti. Bilaman shu yerda olib ketay shuni. Shundan keyin boshqa qilmayman. Rahmat. Baxtli bo'ling. Yana. Rahmat, kinoya. Belim og'rib ketdi. Kim edi o'zi bu? Bu qo'shnimiz Sherzod akani o'g'lida, yoshda sho'x, hech narsa qilmaydi. Yurmang Nasim To'bek. Qo'shni uyga ko'p o'tayotgan ekansan-a? Ha, deb o'tirma, yosh kelin-kuyov uyat bo'ladi. Sen uying bormi? Uyim borda, ahmoq voy. Uyim yo'q bo'lsa, sizni qo'shningiz bo'larmidim. Bor o'sha uyingga, jinnivoy. Ket demoqchisizlarda, ha? Ha, ket. Yo'q, ketmayman. Endi qarab tur. Men san dadangga telefon qilaman, otangga telefon qilaman. Bo'ldi, kazollik shart emas. Mana undan ketaman. Men senga nima degandim? Baribir telefon qilibdi-da. Terpilla. Hayotim mazmuni. Senga sovg'a olib keldim. Aytgan narsalaringni olib keldim. Bugun kechga mazza qilib romantika Senga olgan qilib. shokoladni onang nomini ham bilmasa kerak. Toy bola. Uzr qo'yilib ketibdi. Suhrob aka. Suhrob aka. Yuring, yangam chaqiryapti. Ertalabdan kim olgansanmi? Maktab borsang bo'lmaydimi? Gripp bo'lganman. Hammaga yuqadi borsam. Nima bizga yuqmaydimi? Kattalarga yuqmaydi. Yuring, ketdik. Qarab turdasan, qarab turdi. Keling-da aka. Mana o'g'liz, mana siz. Nima qilsangiz qiling. Yangi uylanganman, tushuninglar ham meni. Ning bor uzr uka. Men senga nima degandim? Remenizni bering-da. Remen bilan urmang. Nimaga? Remen bilan ursangiz, ay og'riydi-ku.